Salom qizlarlar, yaxshimisizlar? Men Bo'ronli Gulhayo, xabarlar kompaniyasida kumush direktor. Mana sizlarga hozir tabiiy mahsulotlarimizni sinovdan o'tkazib bermoqchiman. Mana qaranglar, bizning mahsulotlarimiz tabiiy giyohdan, batlardan tashkil topgan mahsulotimiz. Vitamin C haqida sizlarga ozroq ma'lumot bermoqchiman. Bu очистка qilib beradi, tanamizni tozalab beradi, organizmimizni. Hamma 6 oyda bir marta ichib, o'zini butun organizmini tozalab olishi mumkin. Yosh bolalarga ham tavsiya etiladi. Hozir guruch aralashtirilgan suvga yod solamiz. Tasavvur qilinglar, yod bu tanamizdagi qora kirlar, butun hayotimiz davomida iste'mol qilgan zaharli, zararli narsalarimiz. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Qora bo'lib ketdi, даже guruchigacha qop-qora bo'ladi hozir. Mana shu qop-qora bo'lgan ichki organizmimizni mana shu mahsulotimiz top-toza qilib, chiroyli qilib qizlarjonlar, mana hozir buni sinaymiz. Bu ichimizdagi ichaklarimizni shilaklarini toza qilib beradigan mahsulot. Даже yuzimda dog'im bor, ketmayapti degan qizlarga ham bemalol tavsiya qilsanglar bo'ladi. Mana hozir vitamin C mahsulotimizda yarmidan kamroq solyapman. Mana bu guruchlarni qorayganini ko'rsatinglar. Даже mana guruchlar bizning organizmimiz mana shunaqa tarzda qorayib ketadi. Mana shu organizmimizni shunaqangi oppoq qilib tozalab beradi. Mana shu guruch singari oppoq bo'ladi ichki organizmimiz. Mana ko'ryapsizmi? Hozirgina qop-qora bo'lgan guruch oppoq bo'lib ketdi. Suvimizni ham ko'ryapsizmi? Mana shunaqa o'zingizlarni organizmlaringizni shunaqa oppoq qilib, toza qilib olishlaringiz mumkin qizlar. Tavsiya beraman, har birlaringiz mana shu mahsulotdan ichib ko'rishlaringizni.